Assalomu alaykum, China Motors Qo'qon kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Jack X2 furgonini obzor qilib chiqamiz. Narxlari, hamma kerakli ma'lumotlari shu videoda. Birinchi o'rinda ushbu mashinani motoriga keladigan bo'lsa, motori yaponskiy Toyota motor. Ikki atmosferli, propan ham metan ham bemalol tushaveradi. Bitta propan qo'yib olsalaring 95 benzinda yurganda yuraveradi. Rullari ham elektrosilitl bo'ladi. Hozir ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Rullar elektrosilitr. Yengilligini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bitta qo'lda o'zida bemalol. Hop, konditsionerlari mana hammasi, anchadan beri yoqilmagan edi. Ana hamma narsasi chotki ishlab turibdi. Mana nimalar ko'tariladi. 3 kishilik. Ana. Endi mashinani, furgonni, ya'ni ichki o'lchamlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi yondan boshlaydigan bo'lsa, furgon razmerlariga keladigan bo'lsa, 3.11 ga 1.75 bo'ladi. Hop. Mana ichlarini o'zlaring ko'rsalaring bo'ladi. Kengliklari ham juda keng. Tepalarida svetlarigacha ham bor. Mana. Faqat yondan emas, orqa taraflaridan ham ochiladi. Mana arkadan ochilishlari. Ana bo'yi 1.75. Men bo'yim 1.75. Ana boshim tegib turay deb turibdi. Bular shunaqa gaplar. Endi o'sha mashinani narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Ushbu furgonimizning narxi 275 million 520 ming so'm. Agar China Motors Qo'qonga kelib oladigan bo'lsalaring, xudo xolasa, bonus sovg'alari bilan birgalikda qilib beriladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, qo'llab-quvvatlab, like bosishni unutmang.